Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz mantiq fanining asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, mantiqiy xulosa chiqarish qonun qoidalari degan mavzu haqida gaplashamiz. Bugun biz xulosa chiqarish mohiyati, induksiya, deduktsiya va analogiya haqida gaplashamiz. Keling, mavzuni boshlaymiz. O'zi xulosa chiqarish nima? Xulosa chiqarish degani nimani tushunamiz? Bir nechta mulohazalardan o'ziga tegishli bo'lgan bilimlarni yaratish hisoblanadi. Masalan, bilimni oladigan bo'lsak, talabalar bilim oladi va Ali bilimlari, ya'ni bu degani Ali bilim oladi degan mulohazalarni tashkil etadi. Demak, yangi bilimlar mavjud bilimlarga asoslangan holda hosil qilinadi. Bu tafakkurning muhim shaklidir. Endi deduktiv xulosa chiqarish haqida gaplashsak, deduktiv xulosa umumiy fikrdan xususiy fikrga o'tish anglatadi. Yuqorida aytib o'tgandek, talabalar haqidagi misol ham deduktiv xulosa chiqarishda ishlatiladi. Deduktiv xulosa chiqarishning yana bir turi bu bevosita xulosa chiqarishdir. Unga aylantirish, almashtirish va predikatni qarama-qarshi qo'yish kabilar kiradi. Masalan, hamma talabalar bilimli degan fikrni hech bir talaba bilimsiz emas degan fikrga almashtirishi mumkin. Deduktiv xulosaning eng mashhur shakli sillogizm deb hisoblanadi. Sillogizm ikki asos va bir xulosadan iborat. Unda 3 ta termin mavjud: katta, o'rta va kichik terminlar. Bunga misol, barcha insonlar o'limlidir. Ali inson, demak Ali ham o'limlidir. Bu sillogizm misol hisoblanadi. Sillogizm to'g'ri bo'lishi uchun hamma qoidalarga amal qilish zarur. Masalan, terminlarni to'g'ri joylashtirish va ikki imkorni hukmdan to'g'ri xulosa chiqarishlik va hokazolar. Endi induktiv xulosa chiqarishga o'tamiz. Induksiya bu xususiy bilimlardan umumiy bilimga o'tishdir. Masalan, bir nechta metall qizdirilganda u kengayganini kuzatamiz. Demak, metallar qizdirilganda kengayadigan fikrga kelamiz. Induktiv deganda xulosalar har xil bo'ladi, ya'ni biron bir narsa o'zgarsa ham fikrlar ham o'zgaradi. Shu sababli kuzatish va tajriba induksiyaning asosiy omillari hisoblanadi. Yana bir muhim usul analogiya. Analogiya degani bu bir predmetdan boshqa predmet haqidagi xulosa chiqarishdir. Masalan, bir sayyora Yerga ko'p jihatlari bilan o'xshash bo'lsa, u sayyorada ham xuddi Yerdagi kabi hayot mavjud. Xo'p, biroq analogiya ham ehtimoliy xulosa chiqaradi, doimo ham to'g'ri xulosa chiqarib bermaydi. Xulosa chiqarishning induksiya, deduktsiya va analogiya haqida suhbatlashdik. Mantiqiy fikrlash insonning to'g'ri qaror qabul qilishi uchun katta ahamiyat kasb etadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha. Xayr.